Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda sizlar bilan Pythonda funksiyalar tushunchasini ko'rib chiqamiz va keyingi videomizda modullar qismini ham alohida ko'rib chiqamiz. Pythonda funksiya o'zi nima bu? Bu ma'lum bir vazifani bajaradigan kod bloki hisoblanadi. Kod takrorlanmasligi va tartibli bo'lishi uchun ishlatiladi. Buni qanaqa tushunamiz? Keling, hayotiy misol tariqasida olamiz. Deylik, siz bir dastur yozmoqchisiz va uni robotga o'rnatmoqchisiz. Robot har safar bir xil vazifani bajarishi kerak bo'lsa, biz vazifani qayta-qayta yozmasligimiz uchun uni bir marta funksiya sifatida kiritamiz. Xo'p, keling, ko'p bizni hayotimizda uchraydigan bir jarayonni olamiz. Bu choy damlash. Xo'p, choy damlash odatda bir xil bo'ladi. Uni har gal boshini yozmasligimiz uchun bitta funksiya qilamiz va kerak bo'lganda chaqiramiz. Buni qanaqa tushunamiz? Mana bu illyustratsiyamizda, rasmimizda bu narsa keltirilgan. Def deb yozamiz. Choy damla funksiyasini kiritamiz va undan keyin kod blok qismida ketma-ketliklarni ham kiritib, tugagandan keyin bu funksiyani chaqirsak, bu dasturda robotimiz umuman dasturga kiritganimizdan keyin robotimizga bu jarayon boradi va mana shu jarayonlar ketma-ketliklarni bajaradi. Pythonda funksiyalar ko'rinishlari ko'p. Bugungi mana shu videoda biz asosiylarini ko'rib chiqamiz. Bular qanaqa? Oddiy parametrsiz funksiya bor bizda va parametrli funksiyalar bor. Xo'p, bir nechta parametrli funksiya bor va 4-inchisi bu return bilan ishlaydigan funksiya bor. Va default standart parametrli funksiya ham bor. Oxirgisi bu. Mana shu quyidagi 5 ta asosiy funksiya ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, keling boshidan boshlaymiz. Oddiy funksiyaga nima deyiladi? Bu hech qanday ma'lumot, parametr qabul qilmaydigan funksiya hisoblanadi. Faqat buyruq bajaradi. Biz funksiya yozishimizdan oldin umuman def bilan boshlaymiz. Def deb yozamiz va salom degan funksiyani yozib, qavs ochamiz va ikki nuqta qo'yamiz va kod blogini boshlaymiz. Va tugagandan keyin funksiyani chaqirsak bo'ladi. Salom degan mana funksiya. Buni yuritsak bizga natijani qaytaradi. Xo'p, buni quyida ko'rib chiqsak bo'ladi. Def bu funksiya yozish kaliti so'zi hisoblanadi. Salom bu funksiya nomi. Agar mana bu qavs ichi bo'sh bo'lsa, bu parametr yo'q degan tushuncha bo'ladi. Ikki nuqta bu kod blok boshlanishi hisoblanadi. Umuman blok boshlanishi hisoblanadi. Pythonda nima bo'ladi o'zi? Agar biz mana bu salomni yozsak, u Python ko'radi va function call vazifasini bajaradi. Yuqoridagi def salomni topib, ichidagi kodni bajaradi. Xo'p, keyingisi bu parametrli funksiya hisoblanadi. Bunda funksiya tashqaridan ma'lumot, parametr qabul qiladi. Bu ham xuddi o'shanday, faqat farqi ism degan parametrni yozamiz va printni ichiga mana bunaqa ko'rinishda vergul asosida parametrni yozib va biz bunga funksiyani yozsak va argument ham bersak, bu ism islom degan ism argument hisoblanadi. Buni yuritsak bizga natijani qaytaradi. Bu yerda ism parametr, islom esa argument hisoblanadi. Keyingisi esa bir nechta parametrlar ham qabul qiladi funksiya. Xo'p, buni qanaqa tushunamiz? Xuddi o'sha jarayon, faqat bu safar biz qo'shish amaliyotini bajaramiz. Qo'shish degan funksiyani yozamiz va qavs ichiga parametrlarni kirita boshlaymiz. Bitta emas, bu safar ikkita parametr kiritildi. A va B parametrlarini qabul qilyapti va print degan kodimizni ichiga mana shu matematik amaliyotni yozamiz. A qo'shish B ga va buni funksiya sifatida chaqirsak va qavs ichiga qiymatlar bersak, bu jarayon bajariladi. Xo'p, buni yozsak natija qaytarildi. Keling, buni tartib bilan ko'rib chiqamiz. Def bu funksiya yozish kaliti hisoblanadi. Xo'p, qo'shish bu funksiya nomi, A va B bu parametrlar. Yana muhim jihat, A va B alohida qiymat oladi. Mana bu yerda yozib qo'yganman. 15 bu A ga tegishli, 3 B ga tegishli. Xo'p, ya'ni Pythonda nima bo'ladi? Mana bu narsalarni ko'rdik. Printni ichiga mana bu A ga 15 ni qo'yadi, B ga esa 3 ni qo'yib, bizga natijani qaytaradi. Xo'p, tashqi tarafga ham chaqirsak bo'ladi. Bu
funksiyani. Bunda lekin bizga none degan tushunchani qaytaradi, qiymatni. Xo'p, tushunchani. Buni bartaraf bu nimani ma'noni bildiradi? Bu degani bunaqa ko'rinishdagi funksiya a, tashqi tomonga chiqarish yoki umuman boshqa funksiyalarga ulash yoki umuman qo'shish imkonini bermaydi bizga. Xo'p, unda bizga nima yordamga keladi? Return degan tushuncha yordamga keladi. Bu nima o'zi? Bu kalit so'z hisoblanadi. Vazifasi u faqat funksiya ichida ishlatiladi va funksiyadan qiymatni tashqariga qaytaradi. Ya'ni funksiya ichida hisoblangan natijani boshqa o'zgaruvchiga saqlash mumkin, boshqa funksiyaga uzatish mumkin va hisob-kitobni davom ettirishimiz mumkin. Xo'p, print va return farqi nima o'zi? Print nima qiladi? Ma'lumotni ekranga chiqaradi yo chaqiradi. Xo'p, faqat ko'rsatadi, lekin qiymatni saqlamaydi va funksiyadan tashqariga bermaydi. Ya'ni print ko'rsatadi, lekin qiymatni qaytarmaydi. Funksiya avtomatik ravishda non qaytaradi. Printni ishlatganimizda o'zini faqat. Xo'p, returnni ko'rdik. Mana bu yerda farqlari keltirilgan. Xo'p, keling, misol tariqasida ko'ramiz. Bu safar ayirish matematik amaliyotini oldik. Return yozamiz. O'sha yuqorida biz faqat printni yozardik, mana. Lekin bu safar return deb yozdik. Qanaqa qavs ochmaymiz. To'g'ridan-to'g'ri a va minus b deb yozib va natija deb teng qo'yamiz. Ayirish funksiyasini yozib, qavs ichiga qiymatlarni beramiz. Xo'p, buni deylik, keling 15 emas, 5 deb olaylik, chalg'imaslik uchun. Xo'p, buni print natijasini chaqirsak, bizga javob qaytaradi. Xo'p, buni tashqi tomonga ham ishlatsak bo'ladi. Mayli, raqamlarni o'zgartiramiz mana qiymatlarini. Xo'p, buni ishlatsak, mana none degan tushuncha yo'qoldi bu yerda. Xo'p, buni quyida bu funksiyani o'sha yuqorida aytilgan amaliyotlar bilan bemalol ishlatsak bo'ladi, mana bular bilan. Xo'p, keyingisi bizda default standart parametrli funksiya bor. Bu qanaqa bo'ladi? Bu ham boshi odatdagi funksiyalarga o'xshab yoziladi, lekin bu safar argumentga teng qo'yib, umuman parametrga teng qo'yib, parametrga teng qo'yamiz, yangi argumentni yozamiz, mehmon degan argumentni yozamiz. Xo'p, keyin print deb mana bu shaklda yozib olamiz va yana muhimi, mana bu yerga argumentni o'chiraylik. Keling, mana buni yuritsak, bizga assalomu alaykum mehmon deb chaqiradi. Mana bu argumentni olib keldi bizga hozir. Agar biz yangi argument qo'ymoqchi bo'lsak, deylik, ism bu safar Islom ismini qo'yamiz. Bu safar bizga assalomu alaykum Islom deb chaqiradi. Ma'lumotni chiqaradi. Xo'p, qanday ishlaydi? Agar argument berilmasa mehmon ishlaydi, agar berilsa o'sha argumentni olib qo'yadi mana bu yerga, qismga. Xo'p, bu standart parametrli funksiya haqida gaplashdik. Xo'p, keyingisi bu oxirgisi global va lokal o'zgaruvchilar bor. Global o'zgaruvchi nima o'zi? Ta'rifi bu funksiya tashqarisidan e'lon qilingan o'zgaruvchiga global deyiladi. Mana bu yerda x teng 10 ga bu global o'zgaruvchi va funksiyani ichida hech qanaqa anaqa o'zgaruvchi yozilmadi va uni yuritsak javob qaytaradi. Va tashqi tomonga ham olib kelsak ishlaydi, xatolik bermaydi. Nima bo'ladi? X teng 10 bu global o'zgaruvchi, o'sha aytganimiz yuqorida. Python avval funksiyani x ni qidiradi, topa olmasa mana bu yerdan tashqaridagi global bu qiymatni o'zgaruvchini ishlatadi. Xo'p, lokal o'zgaruvchi nima? Bu ta'rifi funksiya ichida yozilgan o'zgaruvchiga lokal deyiladi. Mana bu farqni menimcha sezdilaringiz. Funksiyani ichiga y teng 5 degan lokal o'zgaruvchini yozdik. Uni yuritsak ishlaydi, lekin tashqi tomondan chaqirsak bizga xatolik beradi. Mana shu farqi bor. Keling, buni yaxshiroq tushunib olishimiz uchun hayotiy misol tariqasida ko'ramiz yana. Deylik, siz bir loyiha ustida ishlayapsiz, maktab haqida. Sizda maktab nomi bu global o'zgaruvchi bo'ladi va sinf raqami bu sizga lokal hisoblanadi. Sinf raqami yoki umuman sinfga tegishli ma'lumot. Xo'p, bunda bizda maktab nomi bor. Bu 41-maktab va sinf haqida ma'lumot hali kiritilmagan. Uni yuritsak bizga faqat maktab haqida ma'lumot beradi, umumiy. Xo'p, lokalga nima deyiladi? Bu mana bu yerda o'zgarish
o'zgarish qilamiz. Sinf haqida ma'lumotni kiritamiz. Bu yerda sinf raqami 9 bo'ldi. Bu lokal o'zgaruvchi hisoblanadi. Buni yuritsak bizga ma'lumot beryapti. Maktab bu 41 maktab hisoblanadi. Bizda sinf raqami esa 9. Shunda, agar biz, sinf haqida raqamini alohida chaqirsak, bizga umuman funksiyamiz xatolik beradi. Xo'p, mana shunaqa bugungi darsimiz. O'ylaymanki, hammasi tushunarli bo'ldi. Keyingi videomizda ko'rishguncha rahmat.